shu narsa sababli odamlarda qazg'oq paydo bo'ladi. Birinchisi, ko'pchilik o'ylaydiki, sochni qancha ko'p yuvsa, qazg'oq shuncha ko'p ketadi, tez ketadi yoki qazg'oq bo'lmaydi deydi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Qancha ko'p yuvsangiz, qazg'oq shu darajada ko'payaveradi. Sababi odamni boshida mana shu yog' bezlari o'zi me'yorida ishlab chiqariladi va siz uni shampun orqali har kuni bir marta, kerak bo'lsa 2 marta yuvasiz. Buni natijasida teri quriydi. Odam organizmi shunaqa yaralganki, qayerdadir tanqislik bo'lsa, shuni to'ldirish uchun boyagi o'zini vazifasini 2 barobar kuchaytiradi. Ya'ni yog' bezlari 2 barobarga ko'p ishlab chiqaradi. Shuning natijasida birinchidan yog'li yoki quruq separa bo'lishi mumkin. Ikkinchi sababi, ko'pchilik doimo bosh kiyimda yuradi, kepkada yoki shlapada yoki telpayda. Bu ham o'z navbatida qazg'oqni paydo qilishiga sabab bo'ladi. Sababi unda parnikovoy effekt deymiz. Boshni terisi va u yerda ko'p terlash natijasida, terlagandan keyin bilasiz, u yerda har xil mikroblar yoki patogen mikroblar yig'iladi. Shuning natijasida qazg'oq paydo bo'lishi mumkin. Uchinchi sababi noto'g'ri ovqatlanish. Bu ham o'z navbatida, ya'ni xolesteringa boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilish bu ham qazg'oqqa sabab bo'ladi. Sochingizda shunaqa holatlar, ya'ni to'kilish yoki qazg'oq paydo bo'lmasin desangiz, meni blogimga obuna bo'ling. Barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin.